Assalomu alaykum, sevimli kaslar. Qanog'inglar yaxshimi? Oldingi qitim tez o'qiyotsaqla telefonimniki kompyuterning toki o'chib qopti. Bilmay o'qiyveribdiman. Shuning bilan bizniki mana bu naq maydon o'qishimiz etilib qoldi. Shu kelgan yerdan boshlab davom qilamiz. Davom qilayotgan kitobimiz Qiyodagi ovchining Ahuzari. Bu qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan nihoyatda go'zal bir asar. 4-nji bab ro'yat va hokimiyatni o'qiyotgandik, shuna davom qilamiz. Türkler tuprog'ida tug'ilib, bilimi bilan yot ellarning gullanishi uchun hisobsiz tuhfalarni qo'shgan ana xarsiz bovimizga Gersiyada xotir munari tikilib, uning yeniga til boshqa balodur degan maqol o'yib qo'yilgan. Ana xarisning kiyimi taxtining 4 ilik ekanligi bilan kiyimidagilar o'limdanmi 4 ilik nari turganligini unutmagan yaxshi degan hikmatlik so'zi el orasida saqlanib kelmoqda. Buyuk podsho Solon vafot bo'lgandan keyin qora dengiz bo'yi qadimki Sikif dalasiga qaytib kelgan ana xarsiz oxiri o'chmanlik va hasadxo'rlikning qurboniga aylanib o'z qarindoshlarining qo'lida o'ladi. Suhbatimizning asl temasiga qaytaylik. Bizden keyin to'pon balası yuz bersimi meyli deb yuzsizlarcha aytilgan so'zning egisi Fransiya podshohi Lyudovik 14 asr 14 Lyudovik 14 72 yil uda hokimiyat yurgizgan bo'lib, u tavallikimdagi xalqimni o'zim xohlagancha boshqurishga, hatto gezi kelganda etib yoki isib o'ltirishga huquqim bor deb qaraydi. Lyudovik 14ning "Men o'zim davlat turaman" degan bema'ni gapi hozirgacha yirginish ma'nosida ishlatib kelmoqda. Podshoning atrofiga yig'ilgan xushomadchilar bir-biriga o'rin bermay umr bo'yi talashish bilan o'tadi. Chivinni qo'rg'on otdek beshini silkib turadigan oqso'nglar tong otmasdilla podshoning kiyim kiyish murosimiga qatnashish uchun yugurishadi. Biri ichki kiyimini, ikkinchisi shimini ko'tarib sarosimga tushgan bechoralar podsho bugun ko'ynikining eqin emas ko'kini kiyish kerak deb o'zaro gap talashadi. Shunday qilib Lyudovik 14ning kiyim kiyish murosimi har kun 2 soatgacha davomlashadi. Podsho shunday qo'l aytlik huquqdorlar vakillariga mansab va mukofotlarni ayamaydi. Hatto har turli xizmatlarni o'ylab tepib, oy aralab darajasini o'stiradi. Saroy xizmatchilarining vazifalarimi kishini tong qoldirarliq. Ular guruh bo'lib kecha uxlamasdan podshoning ichki kiyimi, kiyim-chechi va tarit-qochasini saqlab chiqadi. Lyudovik 14ning 1 yoshlardagi qizining 80 kutkuchisi bo'lgan yerda o'zi uchun xizmat qiladiganlarning sonini bilish mumkin emas. Uning umr bo'yi shadxo'ram o'ynashiga, ovga chiqishiga, saroy xizmatchilarini beqishga ketgan nurg'unlagan xaraj-xarajatlar, nomratlar to'lagan siyliqdan keladi. Siyliqni vaqtida to'layolmaganlar oilasidagilar bilan birga uydan qo'g'lab chiqarilib, mol-mulki tortib ilinadi. Fransiya xalqi yo'qsiz nomratchilik dardini yetkish tortib, kiyimi butunlanmay yurganda, zerikan podsho Versal saroyini soldirib, temi va ostini butunlay marmar toshdan bezdi. Saroyning ichi-sirtiga 1400 bezak o'rnatqizdi. Podsho faqat mushu saroy qurilishi uchun 47 yil vaqt sarf qilgan. Podsho mana shundoq it ulug' supur-quruq so'lat ozligi va intayin qo'rqinchoqligi bilan o'z zamonasidagilarning esidan chiqmas bo'lib ketadi. Yenidagi amaldorlari va xizmatkorlarining o'ziga suiqasd qilishidan ansirab, saroyga maxfiy turda 35 kishilik jodugarlar guruhini o'rinlashtirdi. Bu intayin kulkilik, quvliq shumliqlarning ximiturchi edi. Uning bu rasvoliklari soqchilar tarafidan sezilib qilib, oxiri u shafoatchilarni qo'g'latishga majbur bo'ladi. Lyudovik 14 haqiqatan to'liq hamoqat va shafqatsiz edi. Masalan, bir oshpaz podshoga choyondan taom hozirlagan bo'lsa-mu, ustiga tuz qo'yishni unutib qoladi. Podshoning bundoq unutqoqlikni kechirmaydiganligini bilgan yilqi bechora jazoga buyurilmasdan jon taslim qilay deb darhol o'zini o'zi o'ldirib, bu dunyo bilan xo'shlashadi. Ig'ir turmush, cheksiz izlashga chidayolmagan Fransiya xalqi podsho o'lgandan keyin biroqli qo'zg'alib, uning barliq urug' avlodlarini qirib tashlaydi. Shahonov Turk sultoni Abdulazizning saroyida 5000 dan ortiq kutkuchi kecha-kunduz kirpik qoqmay putlarining uchida dastlab xizmat qilishar ekan. Shu kutkuchilarning ichidagi birisining vazifasi sultonning tirnoqini bira-bira ilib qo'yish bilan cheklandi ekan. Tarix sovuqqonlik bilan baho bergan kishi ba'zi bir dono dahiylar bilan xalqning qong'ir qaqshatgan nurg'unlagan rehimsiz
بېخىل ۋە خۇيپەيلى تەنتەك بالىلارنىڭكىدەك مەتۇ، بابىلوننىڭ بۇنىڭدىن 2500 يىل بۇرۇن ئۆتكەن پادىشاھ نېبۇچات نېززار ئىككىنىڭ قىلمىش ئەتمىشلىرى بەزىلەرگە مەلۇم دەرىجىدە تەجرىبە ساۋاق بولغۇدەك. ئۇ مىدىيا پادىشاھىسىنىڭ گۈزەل قىزى سېمىرامىدا بىلەن توي قىلىدۇ. ئۇلار بىر-بىرىنى ئاجايىپ ياخشى كۆرۈشسىمۇ، گۈزەل سېمىرامىدا بابىلوننىڭ توپىچاڭ، ۋاراڭ-چۇرۇڭ كوچىلىرىنى ياقتۇرماي، ئۆزى تۇغۇلۇپ ئۆسكەن ھاۋاسى سالقىن، تاغلىق يۇرتىنى ئىنتىزارلىق بىلەن سېغىنىدۇ. ئايالىنىڭ كۆڭلىنى قانداق ئېلىشنى بىلەلمىگەن بىچارە پادىشاھ مىڭلىغان قۇل ۋە ئەسىرلەرنى جاپا مۇشەققەتلىك ئەمگەكلەرگە سېلىپ مىدىيادىكىدەك چاھارباغ ياسىتىپ ھەر خىل مېۋىلىك دەرەخلەرنى تىكىدۇ. مۇڭلۇق سايرايدىغان قۇشلارنى ئوغرى قاراقچىلارنى ئەۋەتىپ تاپتۇرۇپ ئەكېلىدۇ. بۇلاق سۇلىرىنى توسۇپ ئېلىپ كېلىپ ئېرىقلاردا ئېقىپ تۇرىدىغان قىلىدۇ. ئەمما ئەتىگەندىن كەچكىچە ئېغىر ئەمگەكتىن باش كۆتۈرەلمىگەن جاپاكەش قۇللار بىلەن ئەسىرلەر چىۋىندەك قىرىلىدۇ. چىرايلىق ئايالىنىڭ كۆڭلىنى ئالىمەن دەپ ئۆزىمۇ قېرىپ ھالىدىن كېتىدۇ. خەلقى بولسا پۈتۈنلەي يوقسۇز نامراتچىلىقتا قالىدۇ. ماروككو سۇلتانى مولى ئىسمائىلنىڭ ئىشلىرىمۇ ئاشۇ نېبۇچات نېززار ئىككىنىڭ بىلەن بەسلەشكەندەكلا. ئۇ خەلقنىڭ پۈتۈن بايلىقىنى يىغىپ، ئۆزى ئۈچۈن بىر-بىرىگە تۇتاش شەھەرچىدەك ئوردا سالدۇرىدۇ. ئۇنىڭ قورۇ تېمىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 40 چاقىرىم بولۇپ، 50 ساراي ۋە 12 مىڭ ئات چاپقۇدەك ئات ئېغىلىمۇ بار ئىدى. ئايتماتوف ھاكىمىيەت يۈرگۈزگۈچىلەرنىڭ خەلققە قىلغان بارلىق ياخشىلىقلىرىمۇ ۋە يامانلىقلىرىمۇ تارىخ بېتىدە قېلىۋېرىدۇ. ئىۋان گىروزنى يەنى 16 ئەسىردىكى رۇسىيە كىنەزى. مۇشۇلار مېنى سېتىۋېتىشى مۇمكىن دېگەن باھانە بىلەن پۈتۈن نوۋىگورود شەھىرىنى ھۆكۈم تالقان قىلىپ خەلقنى قانلىق قىرغان قىلغان ئەمەسمۇ؟ بۇ جاھاندا كەم ئۇچرايدىغان قايغۇلۇق ۋەقە. دېمەك، ھاكىمىيەت ئىگىلىرى ئۆز مەنپەئەتىنى خەلق مەنپەئەتىدىن يۇقىرىلا قويىدىكەن، ئۆز زامانىسىدىمۇ، كەلگۈسى ئەۋلادلارنىڭ ئالدىدىمۇ ئوخشاشلا يەرگە قاراپ قالىدۇ. ھېلىقى غەرب ساياھەتتە بىز كىچىك ۋاقتىمىزدا كۆرگەن بىر قىسمىدا شۇنداق چىقىدىغۇ، ھېلىقى بىر پادىشاھ چۈشىدە ئۆز ئايالىنىڭ بىر راھىب بىلەن تېپىشىۋالغىنىنى كۆرۈپ، شۇنىڭ بىلەن قاتتىق چۆچۈپ ئويغىنىپ كېتىدۇ. ئويغانسا چۈشى. لېكىن چۈشى ئىكەنلىكىگە قانداقلا قىلسا ئۇنىڭكى شۇ ئاچچىقى بېسىقماي پۈتۈن ھېلىقى ژۇتتىكى ئىبادەتخانىلارنىڭ ھەممىنى تاقاپ، راھىبلارنىڭ ھەممىسىنى تۇتۇپ، ئالۋاڭ ياساققا سېلىپ، ئۇرۇپ ئاشۇنداق خورلايدىغان بىر نېمىسى بارغۇ چۈش سەۋەبلىك. دېمەك، تارىختا بۇنداق نەرسىلەر جىق بولغان دېگەن گەپ. يەنى مەيلى ياخشىلىق بولسۇن، مەيلى يامانلىق بولسۇن، ھېچ بىر نەرسە ئۇنتۇلۇپ قالمايدۇ، ئۆچۈپ كەتمەيدۇ. شاخانوف ئاقساق قۇلان جۇجىخان ھېكايىسىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدۇ. ئايالى بۆرتەكەرلەينىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغاندا، قورساقتا قالغان جۇجىنى ياتسىرىغان زالىم چىڭگىزخان ئۇنى دائىم چەتكە قېقىپ يۈرىدۇ. 4 ئوغلىنىڭ ئىچىدە ئۇ چوڭى بولغاچقا، ئۆز قولى بىلەن ئۆلتۈرۈشكە جۈرئەت قىلالماي، ئاخىرى جۇجىنىڭ ئوۋغا چىققان ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ ئارقىسىدىن جاللاتلىرىنى ئەۋەتىدۇ. ئاقساق قۇلاننى قوغلاپ قارىسىنى يوقاتماي كېتىۋاتقان جۇجى كەينىگە چۈشكەن قان ئىچەرلەرنىڭ قولىدا ئۇشتۇمتۇت ئۇ ئالەمگە سەپەر قىلىدۇ. بۇ چىڭگىزخاننىڭ كىنوسى چىقىدىغۇ، چىڭگىزخاننىڭ ئايالى بۆرتە. شۇ ئايالى دۈشمەننىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغان ۋاقتىدا ھامىلىدار بولۇپ قالىدۇ. شۇ جۇجىنى ئۆزۈمنىڭ بالىسى ئەمەس دەپ ئويلايدۇ چىڭگىزخان. ئاندىن كېيىن رىۋايەت مۇنداق داۋاملىشىدۇ. ئوغلىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى بىلگەن چىڭگىزخان خەلق ئالەم ئالدىدىكى قىلمىشلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن قارىلىق كىيىپ، كىمدە-كىم جۇجىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى ئۇقتۇرىدىكەن قوغۇشىنى ئېرىتىپ ئاغزىغا قۇيىمەن دەپ چالۋاق قاپتىن يېتىۋالىدۇ. قورقماستىن يامان خەۋەرنى ئۇقتۇرۇشقا بەل باغلاپ چىقىدىغان ھېچ كىشى بولمايدۇ. شۇ ۋاقىتتا ئوغۇز سۈتىدەك ياش بىر سازەندە يىگىت خاتا قىلغىنىغا ئىچىدە سىر چېكىۋاتقان خاننىڭ ئالدىغا شارتلا يۈكۈنۈپ، دومبۇرىسىنى سازلاپ ئۇرغىنىچە ئاقساق قۇلان جۇجىخان كۈيىنى چالىدۇ. مۇڭلۇق كۈيدىن پاغانلىق يىغا تۆكۈلەتتى. باغرى تاشتىنمۇ قاتتىق چىڭگىزخان ياتقان ئورنىدا ئۇيان بۇيان تولغىنىپ، ئىچ باغرىنى سىيرىلدۈرگەن بۇ كۈينىڭ مۇڭزارىغا چىدىيالماي بېشىنى دەس كۆتۈرۈپ، جۇجىنىڭ ئۆلۈمىنى ئۇقتۇرغان ماۋۇ كاساپەتنىڭ ئاغزىغا قوغۇشۇن قۇيۇڭلار دەپ بۇيرۇق قىلىدۇ. داد ئالىيلىرى دەيدۇ شۇ چاغدا سازەندە يىگىت. بالىڭىزنىڭ يامان خەۋىرىنى يەتكۈزگەن مەن ئەمەس، ماۋۇ قۇۋ تاختا دومبۇرا. قوغۇشۇن قۇيسىڭىز بۇنىڭغا قۇيۇڭ. سۆزدە يېڭىلگەن چىڭگىزخان نايىلاج قىلىپ، ئاخىرى مىللىي چالغا ئەسۋابنى جازالاپتۇ دېيىشىدۇ. چىڭگىزخاننىڭ 4 ئوغلى ئىچىدە ئۆزى ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن يۇرتقا قويۇلغان جۇجىخاننىڭ قەبرىسى قازاقىستاندىكى ئۇلۇغ تاغ ئۆڭكۈرىدە تۇرماقتا. ئەمما چىڭگىزخان بىلەن ئۇنىڭ 3 ئوغلى تولۇي، ئوگۇتاي
Çağataylarning yer yuzida qabr izlarimi qolgani yo'q. Hükümdarning zolimidan o'kinishlik ish qiladi, mehribondan xosiyatlik iz qiladi degan shu-da. Shaxonov. Oxirgi 5 asrning har qaysi davrlariga nazar solsangiz, Qozog'iston va O'rta Osiyo xalqi tulparning egar jabtiqini qantada chirtib, urush va tajovuzchilardan qutulolmay kepti. Umuman olganda, turk til xalqlarining millat bo'lib shakllanishida xonliq davrlarining ajoyib ta'sirlarini qoldirganligini ko'ra olamiz. Qozoqlar tarixida 300 ni birlik, bu yerda 300 degan qozoqlar tarixidagi kichik yuz, o'rta yuz, ulug' yuz uluslari. 100 degani ya'ning ismi ekanchimi? 300 ni birlikka keltirgan Abulay. 1735-yili Qozoq eliga xoqon bo'lgan Abulay xonning tutgan o'rni texim alaydi. Arqadan yov kelsa Sirdaryo vodilariga surilib, Olatog'dan dushman chiqsa, yaqin yoqalab yurgan xalqni qirg'inchilik ofatidan Abulay xonning chivir siyosiy mahorati qutqizib qolgan. Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatib, o'z o'g'lini omonatga qo'ygan Abulay xon Rossiyaga elchi vatib ina qo'shinlardan bo'lib qoldi. Sarson sargardonlikda yurib, Olqi ko'l bo'yiga yig'ilganlar degan nomni cho'rib tashlab, Rossiya bilan ittifoqlashib, el yurtni shunqar kabi qo'g'dab, davlat darajasiga ko'tarilgan Abulay xon o'z zamonasining buyuk bosh qo'mondoni, chevar diplomati edi. Aytmatov. Keyingi mezgillarda siyosat ishplas narsa degan aniqlim paydo bo'ldi. Albatta, siyosatni odamgarchilik yo'q, payli yomon, niyati buzuq odamlar tutadi ekan, xalqdan baxt-saodat qochib, hokimiyat egasining to'pisi bir tiyin bo'ladi. Bundoq siyosatchilarning qobiliyatsizligini ana shu aniqlim oydinlashtirib bas kerak. Qaysi bir asrda, qaysi bir elda bo'lmasin, oldin ko'rar hukmdorlar bo'lgan. Masalan, 708-yildan 814-yillar oralig'ida Fransiyada Karl ismli Karol hokimiyat yurgizgan. Karolning dadasi Pipin kelgusidagi Karolning savodli bo'lishini xohlamagan. Qiziq yeri shuki, birining sunuqini bilmaydigan Karol o'zligidan tirishib o'rganish orqali latincha va grechcha yoziqlarni ravon o'qiy oladigan bo'ldi. U hokimiyat yurgizgan yillari Fransiya davlati har tarafdan kuchayib, ilm-fanda alohida taraqqiy qilibdi. Chunki Karol to'liq donishmand bo'lib, elidagi olim, shoir, go'zal san'atchilar bilan quyuq do'stlik munosabatda o'tadigan bilimning mamlakatning ma'naviy gullanishiga, yangi ilm yo'llarining ichilishiga umr bo'yi yurak qinini sarf qilgan ziyoli kishi ekan. Xalqning ro'yitini yuqori ko'tarish, yangicha bilim yurtlarining ichilishiga sarf qilgan Abdulay xonmi aql farosatli kishilarni, el orasidan chiqqan notiq va botirlarni umr bo'yi o'z yoniga tortib, davlat boshqarish ishlarida ularning aql ko'rsatishiga alohida ko'ngil bo'lgan. Fransiya Karoli bir qancha chet el tilini bilgachga to'xtamay kelib turadigan elchilarni qabul qilganda, ularning turk tilida erkin ozod suhbatlashir ekan. Uningdan boshqa Karolning asli tutilish qobiliyati kishini hayron qoldirarli bo'lib, davlatning eng muhim ahamiyat ega ishlarini kimga topshirganligini, uning qandoq o'rindaganligini birma-bir surishtirib turadi ekan. O'z qo'li bilan qurollantirgan muntazam armiyadagi minglagan askarlarning ismini yodga biladi ekan. Uning davridagi har qanday kishining talab e'tiborsiz qoldirilmagan. Karolning aql farosatiga do'stlarla emas, dushmanlarmi hayronlikda qoyil bo'lib bosh egishgan. Shunga oradan necha asr o'tgan bo'lsa-mu, Karolning ismi Fransiya hukmdorlarining oldingi qatorida zo'r hurmatga sazovor bo'lib kelmoqda. Shaxonov. Shundoq, dunyo tarixida bundoq misollar oz emas. Rimning dangliq podshosi Vespasianning o'g'li Tit taxtda oraliq 2 yil o'ltirgan bo'lsa-mu, o'zining oddiy soddaligi, emgakchan tirishchanligi va vafodorligi bilan butkul Rim xalqining izzat hurmatiga erishib, insonlarning esili degan atoqni olgan. Tit bir qitim nökərlərini əgəşdirib Rim ko'chasida ketibotsa, talmurishgan el orasidan jul-jul kiyimlik bir tilamchi bola chiqib, podshodan omonlik so'ragunicha qo'l sunadi. Azaldan bundoq adabsizlikni ko'rmagan xalqning yuragi so'qishdan to'xtab qolayli deydi. Titning nökərlaridan biri darhol qilichini qinidan chiqarib beliq tilamchi bolaga itiladi. To'xta, deydi podsho shu chog'da qattiq ovoz bilan. Bolaning nima gunohi bor? O'zlariga qo'l sungan haddidan oshgan uyatsizlik emasmi oliylari? Xalqning yosh o'g'loni cho'ng oldin ko'rarli ko'rsatayotgan yerda uning qo'lini siqmasam men adabsizlik qilgan bo'laman. Tit tilamchi bola bilan qizg'in ahvollashgach uning mursiga qiqib turib, mening podsho, buning tilamchi bo'lishi u xudoning ishi.
Biroq yaltırgan kiyim odamiylikning, eski-tuski kiyim aqlsizlikning belgisi bo'lolmaydi, deb mis savutini paqirtib turgan nökeriga mesxir nazari bilan qaraydi. Shu chog'da yashasin tet degan vaqirashlar rim osmonida yangraydi. Podshohga qo'l berishga bo'ladigan-ku, deb yengillik his qilishgan xalq tet bilan qo'l edishib ko'rishib olish uchun o'shiratib turdi. Xalq uchun har bir minutni hisoblab aram topmaydigan podshoh bir kun tasodifiy bekor o'tkazib qolganda, do'stlar, bir kunlik umrim behuda o'tib ketibdi deb cho'chib ketadi ekan. Ammo buning aksicha Siyam Karoli va xonishi o'zlari bilan saraydagi sanoqli mansabdorlardan boshqa har qanday kishining qo'l ilishib ko'rishiga, hatto kiyimning sirtidan bo'lsin tegib ketishiga bo'lmaydiganlik to'g'risida qattiq cheklama qo'yg'achqa, oxiri u chetga qiqishning ziynini tatmay qolmaydi. Go'zal yoz kunlarining biri Karolning xonishi Sunanda ko'lida qiyiq bilan sayl qilayotganida ushtum tut bo'ron chiqib ketib qiyiq dumkönib turadi. Cho'nqur suvda bir cho'kib bir chiqib suv ichgunicha bor ovoz bilan baqirgan xonishni qirg'oqda turgan yuzlagan xizmatkorlarning birasini qutqizib olishga tavakkul qilolmaydi. Chunki yuqori mansabdorlarga qo'lingni tekkizdingmi jazoga tortilasan, qanday qilish kerak? Cho'qin suran silishgan xizmatkorlar saroyga yugurib, mansabdorlarning birasini chaqirib kelguncha xonish tunjiqib allaburun u dunyoga safar qiladi. Hey, Aytmatov. Lyuksemburg Kristogni saylashda qo'yiladigan birinchi talab u hokimiyat beshida turgan hayotida adli adolatligi va pok diyanatligi bilan xalqning hurmatiga erishgan bo'lishi shart. Umuman olganda, buyuk Kristov Grandiyuk bu elda pokligi bilan butun davlatga to'nilgan, shohin shuhratiga dog' tushmagan bo'ladi. Hokimiyat beshiga kim chiqishidan qat'iy nazar, bu qattiq talabning uddasidan chiqish zarur. Mening Kengash ittifoqining elchisi bo'lishimni to'g'ri topgan har qaysi partiya guruhdagilar bilan raqobatchilar Lyuksemburgdami oz emas. Ammo Kristov ularning hammasining nazarida o'xshashli yuqori obro'liq. Shunga biriga qizg'in, yana biriga sovuq muomalada bo'lish uningga yot. Fikr to'qinishlari bilan liq to'lib toshgan kundalik gazetlardami u kishi to'g'risida biror ig'iz yomon so'z qilinganligini ko'rmaysan. Bu davlatda demokratiyaning yo'qligi bo'lmasdan, aksicha uningga bo'lgan izzat hurmatning ustunligidir. Hey, hokimiyat o'tga o'xshaydi deydi bizning ko'nalar. O't tutgandek ishni ehtiyotchan bo'lish kerak. Bugungi o'qishimiz mushayicha bo'ldi. Davomini o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.